taolodan keladi. Hammaga salom. Avvalambor o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Hayotjon. Mana shu jamoaning yangi a'zosi bo'laman. Bundan buyog'iga shu kanalda Jahongir bilan birgalikda sizlar uchun eng zo'r videolarni ovozlashtirib boramiz. Do'stlar, bu shunchaki shoh asar, haqiqiy bomba. Sizlarga yoqishi aniq. Biz bu son ustida juda ham qattiq mehnat qildik. Kelinglar, mana shu kanalda 42 mingta obunachi yig'amiz. Men esa darhol ikkinchi qismni tayyorlashni boshlayman. Ha, aytgancha, Parazit hikoyasini sizlar juda ham dahshat kutyapsizlar. Buni bilaman. Jahongir akangiz hozirgi paytda aynan shu animeni tayyorlamoqda. Video juda katta bo'ladi. Xronometraji naq 1 soatdan oshadi. Shunday ekan, qariyb 2 soatlik to'liq versiyasini ko'rish uchun birozgina sabr qilib turasiz. Hammaga podдержка uchun kattakon rahmat, yoqimli tomosha tilayman. Qani ketdik. Birinchi qism. Hikoyamizning bosh qahramoni Yuya ismli yigit. U unchalik kelishgan emas, to'g'risini aytsam, ancha xunukroq, lekin buning o'rniga yuragi toza, juda mehribon yigit. Garchi o'zini bu jamiyatning ortiqcha a'zosi deb bilsa ham, Yuya rahmatli bobosining qiyin ahvolda qolganlarga doim yordam ber degan oltin o'gitlariga amal qiladi. Shuning uchun ham ko'chada bir chiroyli qizni bezoralar xafa qilayotganini ko'rganda, qahramonimiz jim tura olmadi. U mardlarcha oldinga chiqib, bu bezoralarga o'z o'rnini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin Yuyaning nochor ahvolini ko'rib, ular nafaqat uni mensimay ustidan kulishdi, balki rosa do'pposlab ketishdi. Yaxshiyamki politsiya vaqtida yetib keldi, yo'qsa bu bezoralar uni abjag'ini chiqarardi. Agar politsiya kelmaganda bormi, keyingi yil shu paytda uning qabri ustida maysalar o'sib yotgan bo'lardi. Aniq, Yuya qutqargan qiz juda xavotir olib, unga yelkasiga suyanishini taklif qildi, lekin bizning Yuya o'zini zo'r qilib ko'rsatib, e'tibor bermay, indamay uyiga qarab ketaverdi. U o'zining xunuk ko'rinishi atrofdagilarning g'ashiga tegishini, hamma undan hazar qilishini juda yaxshi bilardi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinfdayoq sinfdoshlari uni tinmay masxara qilishardi. Bu ham yetmaganday, uyda o'zining ota-onasi ham uni yomon ko'rardi. Tasavvur qilyapsiz? O'rnida ko'rishmasdi. O'rta maktabga o'tganda esa ahvol yanada og'irlashdi. U doim bezorilarning kaltaklarini yeyishga majbur bo'ldi. Shu azobli va qorong'u yillarda faqatgina rahmatli bobosigina uni chin dildan yaxshi ko'rardi. Shuning uchun bobosining tirikligida aytgan har bir so'zini Yuya doim yuragida saqlardi. Bobosi vafot etgach, o'zining butun boyligini va uyini shu bechora nabirasiga qoldirdi. Lekin ota-onasi qanday pastkash bo'lmasin, baribir o'z farzandining merosini tortib olishga harakat qilishdi. Biroq ular hech narsa qila olishmadi, chunki aqlli bobosi Yuya uchun hamma hujjatlarni juda puxta to'g'irlab qo'ygan edi. Qo'llaridan hech narsa kelmagach, ular Yuyani butunlay tashlab ketishdi. Endi u kun kechirish uchun darsdan keyin og'ir ishlarda ishlashga majbur edi. Lekin shafqatsiz taqdir Yuyani biror kun ham tinch qo'ymadi. Yuya yuqori sinfga o'tganda ham sinfdoshlari uni kamsitishda va ustidan kulishda davom etishdi. Sinfdoshlari Yuyani tom ma'noda tirik boks qopiga aylantirib olishgandi. Qiladigan ishlari bo'lmasa, uni chaqirib ermak qilishardi. O'zining qonidan bo'lgan ikkita uka-singlisi esa bechora akasiga qarab